Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Mana o'zim uyimda Namanganlik ustalar bilan yangicha chiqqan penal o'mbaz jarayoni, quyish ishlari jarayoni ketyapti. Hozir obzor qilyapmiz shuni. Ham ustalarimiz qani? Assalomu alaykum. Hormanglar ketlar. Va alaykum assalom. Biz yashirib nimalardan nima qilmaymiz. Qo'shiladigan narsalar. Qo'shiladigan. Xo'p, Bir qop gipis 35 kilolik solamiz, ichida xo'p. 50 litr suv bo'ladi. Ichida hozir dalil moment 50 litr suvi bor. 50 litr suv, 5 kilo semen solamiz. 5 kilo sement. Soling. Bir qozimiz. Bir qop gips. Aralashtiriladi. Xo'p, pena ketdi, xudo xohlasa. Hozir pena ketdi. Pena chiqquncha Pena bu hajmini ko'paytirib, o'sha issiq, sovuq terini genetikani ta'minlovchi vosita ekanda asosan. shunaqa. Ham yengil bo'ladi. Bu loyga nisbatan Hajmni ko'paytirib berar ekanda. 10 santimetrlik loyda 5 santimetrligidan 4 barobar yengil bo'ladi. Yozda salqin, qishda issiq, chichqon kalami ketmaydi. Uyga versam tushmaydi. Telefon raqamlarini aytib berasizlarmi? 93lik 785 Xo'p. 42 42. İşimizga 100% javob beramiz. To'sin chirib ketadi deydiganlarga to'sin hech qachon chirimaydi. Materiallarimiz havo o'tkazadi. İşimizga 100% javob beramiz. Yigitlar Namanganning Uchqo'rg'onidan Javohir, mana bu yigit Sirojiddin, Anvarjon. Murojaat qilaverasizlar. Va Kaminai Kamtarim. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.